Bugun 29 dekabr 2025-yil va yil oxirlab borayotgani uchun men shunchaki o'zim uchun bu yili yoki boshqalar uchun ham shunchaki tavsiya qilishim mumkin. Bu yili bir necha kitoblarni o'qib chiqdim va ba'zilari yoqdi, ba'zilari yoqmadi, ba'zilari har biri turlicha taassurot qoldirdi menda va hozir o'shalar haqida gapirishni xohlayman. Undan oldin qo'shiq mana. Bu yili men Bleachers band bor, o'sha Bleachers degan band, o'sha bandni musiqa gruppasini eshitishni boshladim va hozir ham bu hozir qo'ygan qo'shig'im ham o'sha ularni men yoqtirgan bitta qo'shig'i. Ular tomonidan yaratilgan qo'shiqlardan bittasi. Unda boshladik. Birinchi bo'lib adashmasam shu fevral oylaridami bu kitob haqida, ya'ni The Art of Being Alone. Hozir ko'rmay qolar ekan bunaqa yaxshi, lekin mayli hech qisi yo'q. The Art of Being Alone degan kitob bu Renuka Gavrani tomonidan yozilgan kitob va bu kitobni men 2025-yil fevral oyida o'qiganman va buni Instagramda kitoblarni sharhlari bo'yicha yoki kitoblar haqida bir ikkita rillar yoki postlar ko'rib qo'yganman va o'sha ko'rib qo'ygan paytimda bu kitobni ham ko'rib qo'yganman va uni ichidagi fikrlar menga yoqqan. Ya'ni The Art of Being Alone degani qanaqa tarjima qilsam ekan, yolg'iz bo'lish san'ati. Endi aniq tarjimasi shunaqaroq bo'lishi mumkin, lekin bu ma'nosiga qarab o'zgarishi mumkin yana. Demak, The Art of Being Alone. Bu kitob menga yoqqan. O'sha paytda buni u banda yoki boshqa joyda ham o'qirdim va bu yil kitob o'qishni yana qaytadan ko'proq o'qishni boshlagan bo'lsam, mana shu kitob bilan boshlaganman. Va buni recommend qilaman, ya'ni buni tavsiya qilaman. Buni dugonam, O'zbekistonlik dugonam ham o'qib chiqdi va unga ham bu kitob juda ham yoqdi. Undan keyin men bu kitobni o'qiy boshladim. Ya'ni men o'sha hayotni qanaqa yashash bo'yicha yoki boshqa nimalar bo'yicha kitoblar, boshqa shu mavzudagi kitoblarga qiziqqanim uchun bu kitobni Ikigai, ya'ni bu The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Uzoq va baxtli hayot uchun Yapon siri, o'sha Ikigai, ya'ni bunda bu kitobdan eng asosiy o'rgangan narsam bu yaponiyalik odamlar qanaqa turdagi mashg'ulotlarni amalga oshirishadi. Chunki Yaponiyadagi odamlar hammaga ma'lumki, yoki bilmasangiz bilib qo'ysangiz bo'ladi. Yaponiyalik odamlar o'zi odatda ko'p yashashadi, ya'ni aynan qaysi orol ekani esimda yo'q, lekin ba'zi orollarda va ba'zi joylarda odamlar 100 yildan 120 bo'lmasa kerak, lekin 100 yildan oshiqroq ham yashashi mumkin. Bu kitobda o'sha ularni siri, ya'ni 100 yoshdan o'tgan odamlarni hayoti davomida qanaqa turdagi odatlari bo'lgan va shularga amal qilgani uchun ularni hayoti shunaqa uzoqroq bo'lgan va hayotini ular tomonidan, ya'ni ularni hayotini qanaqa turdagi mashg'ulotlar yoki nimalar ularni fulfilling qiladi, ya'ni ular o'zlarini hayoti bilan mamnun bo'ladi mana shu mashg'ulotlarni qilgandan keyin. Mana shu haqida gap ketadi va bu kitobdagini qanaqa turdagi mashqlar bajarsa bo'ladi va yana o'zi dunyo bo'yicha qaysi odam, menimcha o'sha dunyo bo'yicha boshqalarga o'xshamaydigan yaponiyaliklarning qanaqa jihatlari bor, o'shalar bo'yicha har xil ma'lumotlar berilgan. Bu kitob ham juda ham qiziqarli. Bu kitobni albatta tavsiya qilgan bo'lardim. Endi
nima ranking bunga bermayapman. O'zi bu kitoblarga unaqa hech qanaqangi ranking bermagandim o'qigan paytimda. Shuning uchun hozir ham masalan hozir ham aniq bir nima ayta olmayman. Lekin menga juda ham yoqqan bu kitoblar. Undan keyin esa men bu kitobni o'qiganman. Bu kitob bu Everything I Know About Love by Dolly Alderton. Bu kitobni o'zi o'qishimdan asosiy maqsad nima bo'lgan? Ya'ni men bu yoqda Germaniyada yashayapman. Germaniyada yashayotganim tufayli bilasizlar, munosabatlar, sevgi, muhabbat yoki bo'lmasa boshqa turdagi bu kitobda ko'pincha friendship haqida gap ketadi, ya'ni do'stlik, dugonalar o'rtasidagi munosabatlar va ular haqidagi hikoyalar juda ham ko'p. Ya'ni faqat sevgi haqida bo'lganda, faqat romantik sevgi emas, mana shunaqa do'stlik, oila yoki boshqa turdagi sevgi muhabbatlar haqida ham gapirilgan. Ya'ni men Germaniyaga kelganimdan keyin o'sha munosabatlar umuman boshqacha bo'lgani uchun O'zbekistondagi o'sha men kelgan kichkina qishloqdan ko'ra boshqacharoq bo'lgani uchun odamlarni tushunishim ozgina qiyinroq bo'lgan balki deb hisoblayman. Va bu kitob orqali men o'sha dunyoqarashim ancha kengaygan deb hisoblayman. Avval xato deb hisoblagan yoki avval boshqalarni qilgan yoki qilayotgan ishlar uchun tanqid qilishni kamaytirganman va bu kitob orqali va o'zim tanqid qilmaslikka va boshqalarni ko'proq tushunishimga juda ham katta yordam bergan bu kitob deb hisoblayman. Ya'ni bu kitobda o'sha har xil temalar haqida gapirilgan. O'sha bu kitobning muallifi o'zi UK dan, ya'ni Buyuk Britaniyadan bo'lgani uchun o'sha joydagi o'zlarini dugonalari, boshqalar haqida juda ham yaxshi memuar kitob yozgan deb hisoblayman va men buni tavsiya qilgan bo'lardim. O'qishni tavsiya qilaman. Juda ham yoqqandi. Men birinchi bo'lib o'sha bu yil yana kitob o'qishga mehrim qaytgan bo'lsa, birinchi bo'lib tez tugatgan kitobim mana shu bo'lgan. O'zi odatda men kitob o'qigan paytimda boshidagi aytaylik 20-30 betini o'qishim juda ham qiyin kechadi. Agar lekin 20-30 betini o'qiganimdan keyin u kitob menga yoqishni boshlasa, tez bo'ladi jarayon, keyin ko'proq o'qishni boshlayman va u kitobni masalan yarmiga yetgandan keyin bo'lsa, tez tugatib qo'yaman qolgan yarmini. Ya'ni bir kunda yoki 2 kunda darrov tugatib qo'yishim mumkin, chunki voqealar rivojiga juda ham qiziqib ketishim mumkin yoki bo'lmasa bu kitob menga juda ham yoqib qolishi mumkin. Va bu mana shu kitob bilan sodir bo'ldi. Bu yili va avval mana o'smir bo'lgan paytimda juda ham ko'p kitob o'qiganman. O'sha badiiy kitoblar va badiiy kitoblarni o'qigan paytimda xuddi shunaqa jarayon bo'ladi. Ya'ni 2-3 kunda yoki ba'zi paytlarda bir haftada shunaqa kitob o'qirdim, tez o'qib tashardim. Lekin bu yil o'qish boshqa, buni yana amaliyot o'tayotgan paytimda o'qiganman va shularning hammasi bilan birga qo'shilib bu kitobni tez tugatganman deb hisoblayman va bu bilan o'zimdan faxrlanaman. Bu kitobdan keyin bu kitobni o'qimadim. Boshqa bir kitobni o'qidim. Bu Lessons in Chemistry degan kitobni o'qiganman. Uni muqovasini hozir mana telefonimdan ko'rsatishim mumkin. Mana shu kitob. Hozir uni bitta dugonam mendan olib turgan o'qishga, ya'ni hozir bitta dugonam u kitobni mendan olib o'qiyapti. Demak, bu kitob menga juda ham yoqqan. O'sha kitobga men rating berganman, ya'ni uni qanchalik darajada yoqqanini belgilaganman. Ya'ni 9.5 berganman 10 dan. Yoqmagan o'sha 0.5 ni olib tashlaganimning eng katta sabablardan biri o'sha bitta odamga o'sha voqea
o'sha asar qahramoniga, o'sha qizga judayam ko'p negativ narsalar sodir bo'lgan. Bu judayam too much, qanaqadir judayam ko'p degan fikrga kelganman. O'shaning uchun 10 dan 10 emas, 9,5 qo'yganman. O'sha sababli. Bu kitob nima haqida? Bu kitobda qanaqadir 1950-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida, adashmasam, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha scientist bo'lishni, ya'ni kimyogar bo'lishni xohlagan bitta ayolning hikoyasi haqida. Ya'ni u kimyogar bo'lishni xohlaydi, lekin ayollar kimyogar bo'lish kerak emas. Ular sekretar bo'lish kerak. Ular uyida eri va bolalariga qarab o'tirish kerak degan stereotip o'sha 1950-yillarda ham bo'lgan, lekin o'sha 1950-1960-yillardan boshlab ayollar tomonidan har xil harakatlar tufayli o'shalarga qarshi kurashilgan va bu kitob real voqealar asosida qurilmagan, fictional, ya'ni shuning uchun bu kitobning o'sha Lessons in Chemistry'ni ham ingliz tilida o'qiganman. O'shani qanaqa qiyinchiliklardan o'tgan, u ayol kishi bo'lib turib kimyogar bo'lishni xohlagani uchun qanaqa qiyinchiliklarga duch kelganligi haqida bu kitob. Va undan keyin yana u farzandli bo'ladi. Farzandli bo'lgandan keyin uni o'sha boyfrendi farzandi tug'ilmasidan avval vafot qiladi. Ya'ni ular oila qurishdan avval uni boyfrendi vafot qiladi. Keyin xullas u yana televideniyada ishlaydi, boshlovchi bo'lib yoki teleboshlovchi bo'lib ishlaydi va boshqa. Bu kitobni agarda siz o'sha o'zingizda ayollar ham erkaklar kabi yutuqlarga erisha olishi mumkinligiga ishonishni xohlasangiz yoki bo'lmasa shu haqida, shu mavzuga oid bo'lgan biron o'sha kitob qidirayotgan bo'lsangiz, mana shu kitobni tavsiya qilgan bo'lardim. Undan keyin ko'p kitoblar o'qishga harakat qildim. Masalan, bu kitob The Courage to be Disliked. A single book can change your life. Bu o'sha Yapon filosofiyasi va Alfred Adler. O'sha Alfred Adlerian psixologiya haqida gap ketgan. Bu kitob qanaqadir psixologiya va falsafani o'rtasida bo'lgan kitob. Bu kitob yaponiyaliklar tomonidan yozilgan. Adlerian psixologiyasi yoki bu yo'nalish, lekin boshqacha yo'nalishda bo'lgan. Adashmasam, endi bu kitobni ham o'sha may oylarida yoki aprel-may oylarida o'qiganman. Lekin bu kitobni to'liq tugatmaganman. Mana bu joyda mana nimasi turibdi. Mana shu joygacha o'qiganman. Ya'ni 90-betgacha o'qiganman. Bu kitob menga juda ham yoqqan va tugatmaganligimni eng asosiy sababi bu kitobni masalan bir betini o'qisangiz, keyin uni nima uchun shunaqa deyapti, keyin uni o'zingiz o'ylashingiz kerak bo'ladi va bu haqida o'zingizning fikrlaringiz va bu haqida qanaqa munosabatdasiz va ana shularni ham o'ylab chiqish kerak bo'ladi deb hisoblaganman va menga o'sha paytda shunchaki nimanidir o'qishni xohlaganman va unaqa falsafa, psixologiyaga o'sha paytda sho'ng'ib ketishni xohlamaganman. Lekin 2026-yilda bu kitobni aniq tugataman, chunki bu kitob menga juda ham yoqqan. Bu keyin orada faqatgina bitta bu 2025-yilda orada fizik mana shunaqa qo'lda ushlash mumkin bo'lgan kitoblardan o'zbekcha faqat mana shu kitobni o'qishga harakat qildim. 2 eshik orasi. Ha, bilaman, 2 eshik orasi bu o'zbek kitobxonlari orasida ancha mashhur. Eslashim bo'yicha o'smir bo'lgan paytimda meni dugonim bor edi. Endi Mardona degan qiz. O'sha Mardona mana shu kitobni o'qigan. Va bu kitobni o'qigan paytida Mardonaga bu kitob juda ham yoqqan. Men ham bu kitobga qiziqqanman
va o'zbekistonlik bitta do'konim O'zbekistondan bu kitobni olib kelgan paytida shu kitobni o'qishga harakat qildim. O'qishni boshladim. Adashmasam bu kitobni 345-betigacha o'qiganman, ya'ni yarmini o'qiganman. Qolgan yarmini tugata olmaganman. Bu kitobni menga yoqqan taraflarini aytaman. Nimaga bu kitobni yoqqani uchun tugatmay qo'ydim deya olmayman, shunchaki bu menga juda ham ko'plik qilib ketgan. Birinchidan, o'zbekcha kitoblar ko'p vaqtdan beri o'qimaganim uchun va bu 1940-1950-yillarda bo'lgan voqealarni ko'proq o'zida jamlagani uchun, ya'ni urushda ko'proq urush paytida, Ikkinchi jahon urushida bo'lgan vaziyatlarni ham ozgina tasvirlagani uchun o'sha paytdagi o'zbek tilidan foydalangan. Endi meni fikrimcha, meni o'zbek tilim yaxshi, lekin ko'p vaqtdan beri o'zbekcha kitob o'qimaganim uchun bu kitobni tushunishim keyin ozroq qiyinroq bo'ldi. Ba'zi o'sha o'zbekcha frazalarni, chunki aytganimdek, bunaqa nimadagi kitobni ko'p vaqtdan beri o'zbekcha kitob o'qimagandim. Yoqqan tarafi qaysidir bir jihatdan relatable, ya'ni menga tegishli bo'lgandek his qildim. Bu kitobda bo'layotgan voqealar meni hayotimga o'xshashi mumkinligi haqida. Lekin yoqmagan taraflari ham bo'ldi. Yoqmagan taraflari bo'lgani uchun ham bu kitobni unchalik ham o'qigim kelmadi va shuning uchun o'qishdan to'xtatdim. Qanaqa yoqmagan tarafi bo'lishi mumkin deb hisoblasangiz, bunda xullas o'sha davr, ya'ni 1940-yillardagi odamlarni, ayollarni yoki shunchaki erkaklarni ham hammasini nimasini o'zi aks ettirgan hayotini va meni fikrimcha bu menga ozroq stress berdi. Va biron bir narsa bunaqa stress bermaydigan bo'lsa, bu shunchaki bo'sh vaqtda qilinadigan, yoqqani uchun qilinadigan ish-ku, va bu menga stress berishni boshlasa, buni o'qimaganim yaxshi hozircha dedim va o'qishdan to'xtadim. Lekin o'zi bu kitobni ham 2026-yilda o'qib tugatishim mumkin. Bu kitobni o'zi yarmini o'qib qo'yibman, aytganimdek. Demak, bu ikkinchi kitob tugatmagan hali. Undan keyin Munich Girls Book Clubga qo'shildim va unda ana shu Vegetarian Han Kang tomonidan Vegetarian degan kitobni o'qib, o'sha diskussiya qilmoqchi edik. Keyin bu kitobni sotib oldim, o'qishni boshladim, lekin bu kitob menga yoqmadi. Bu ikki eshik orasidan ko'radigan ko'proq yoqmadi. Qanaqadir bir g'alatiroqmi, balki hali men bu kitobni o'qishimga ertadir, balki men boshqacharoq bir kitoblarni ham o'qishim kerakdir deb o'yladim. Shuning uchun o'sha paytdagi Munich Book Clubni o'sha soniga bormadim va o'sha sondagi mana shu kitobni o'qib tugatmadim. Mana bu joyda ham mana qog'ozim turibdi, mana o'sha buni 89-betida ekanman, deyarli yarmini o'qiganman bu kitobni ham. Balki buni ham 2026-yilda tugatishim mumkin, lekin bu kitobga o'zi qiziqishimni eng asosiy sabablardan biri bu kitob Nobel mukofotini olgan adabiyot bo'yicha. Lekin nimaga aynan Nobel mukofotini olgan adabiyot bo'yicha, buni tushunish uchun ham bu kitobni tugatishni xohlagan bo'lardim. Lekin qanaqadir bu kitob qanaqadir traumatized qilishi mumkin meni fikrimcha, yoki bu har kimni o'zini kitoblarga bo'lgan tabiga bog'liq bo'lishi ham mumkin. Bilmadim, balki o'qib ko'rsangiz sizga yoqishi mumkin. Lekin menga unchalik ham yoqmadi. Bundan keyin bu kitobni o'qidim. Bu kitob bu Metamorphosis. Metamorphosis bu, bilasizlar, mashhur kitob Franz Kafka tomonidan. Bunda o'sha bitta erkak bo'ladi. Bu oila, uni singlisi bo'ladi, ota-onasi to'rtalasi yashaydigan bo'ladi va bir kuni u ertalab uyg'onsa, o'zini odam emas,
katta bir hasharotga aylanib qolganligini ko'radi. Ya'ni o'sha katta hasharotga aylanib qolgandan keyin u yangi hayotiga moslashish kerak va yangi hayotiga moslashishi qanaqa kechadi? Mana shu borasida bu kitob. Bu kitobni meni ammamning o'g'li Suhrob akam tavsiya qilgandi va shuning uchun men bu kitobni o'qib chiqdim. Chunki Suhrob akam bu kitob meni o'sha akam meni holatimga o'tgan yili 2024-yilda men bilan bog'liq bo'lgan ba'zi holatlarga o'xshashi mumkinligini aytgandi. Lekin meni fikrimcha bu kitob bizga o'qitmoqchi yoki Frans Kafka menga aytmoqchi bo'lgan interpretatsiyasini yoki talqinini aytadigan bo'lsam, ya'ni har bir kitobxon o'zi xohlaganicha talqin qiladi-ku, meni talqinim bo'yicha bu kitobda aytmoqchiki, qachonki siz jamiyatga keraksiz bir odam bo'lib qolsangiz, unda odamlar sizga avvalgidek juda ham bir hurmat bilan munosabatda bo'lmasligi mumkin degan ma'noni bermoqchiday bo'ladi meni fikrimcha. Chunki bu erkak shunaqa hasharotga aylanib qolgandan keyin ishlolmagandan keyin ularni puli ham yo'q. Buni o'ziga kimdir qarash kerak. Ya'ni bunga ovqat olib kelish kerak. U avvalgidek chiqib nima qila olmaydi. Bu gapirsa, bu hasharotga aylanib qoldi-ku. Hasharot sifatida gapirsa, uni boshqalar tushunmayapti. Ya'ni qaysidir biron bir narsaga aylanib qolgan, uni gaplarini hech kim tushunmaydi. Tushuntirsa ham tushunmaydi. Bunaqa hissiyot qanaqa bo'lishini bilaman. Shuning uchun ya'ni ba'zi paytlarda tushuntirasiz, lekin sizni hech kim tushunmayotgandek bo'lib tuyulishi mumkin. Endi buni holatida o'sha ismi yozilgan edi, Gregor. O'sha Gregorni nima holatida bo'lsa, o'sha singlisi ham unchalik ham unga qaragisi kelmaydi, ota-onasining ham unga bo'lgan munosabati o'zgaradi va boshqa. Bu kitobni o'qishni to'liq tavsiya qilgan bo'lardim. Bunga 10 dan 9 bergan bo'lardim. Charchab ketdim, to'g'risi bor-ku. Charchab ketdim. Balki muzika, chunki har doim gapiryapman-ku, balki musiqa tanlab o'zgartirarman. Balki ozgina tanaffus qilarman 2 minut. Bu videoni men montaj qilmoqchi emasman. Shuning uchun qanaqadir suv ichib, shunaqa ozgina 2 minutcha tanaffus qilib olmoqchiman o'zim uchun. Xo'p, xorazmcha qo'shiq eshitsam bo'ladi menimcha. Xorazmcha. Hulkar. Okey, Hulkar Abdullayeva. Bilmaganlar uchun bu xorazmcha qo'shiq. Suçuk kelaman. Menimcha shu tanaffus yetadi. Endi o'zi yana ikkitami, 3 ta kitob haqida gapiraman. Bu yili menga juda ham yoqqan 10 dan 10 beradigan kitobim bu Sapiens. Sapiens bu A Brief History of Humankind. It was mind blowing. Ya'ni bu haqida bu kitobdan men juda ham ko'p narsani o'rganganman. Chunki bu kitob faqatgina
tarix haqida emas, o'sha boshida o'sha biologik jihatdan ham, biologiya, sotsiologiya, o'sha tarixni bir bo'lagi antropologiya, yana boshqa ozgina ba'zi paytlarda ekonomika haqida ham gapiradi, madaniyatlar, boshqa hammasi haqida gapiradi va bu kitobga men 10 dan 10 bergan bo'lardim va bu kitobdan men bu yili judayam ko'p narsalarni o'rgandim. Ya'ni men o'ylayman, O'zbekistonda tarix agar faqatgina raqamlarni yodlash orqali emas, mana shunaqa analytical, critical thinking haqida, shunaqa critical thinkingni, ya'ni tanqidiy fikrlashni o'stiradigan holatda bo'lganida menimcha juda ham foydali bo'lgan bo'lardi. Va bu kitob mana shunaqa. Bu kitobda siz qanaqa qilib odamlar ekologiyaga ta'sir qilgan, ya'ni bilamizki odamlar hozir qayg'uradi, ekosistemani qanaqa tarzda odamlar o'zgartirib yuborganini, ba'zi hayvonlar qirilib ketayotganini yoki boshqa qilayotgani haqida gap boradi, lekin undan oldin bizda bunaqa bo'lgan. Ya'ni o'sha aniq raqamlarni eslolmayman, lekin o'sha davrlarda odamlar o'sha ovchi bo'lib yoki shu termachilik bilan shug'ullanib yurgan paytlarida ko'pchilik eng katta sut emizuvchilarni odamlar qirib tashlagan. Chunki nimaga unaqa bo'lgan? O'sha katta sut emizuvchilar, masalan, mamontlar yoki boshqalar sut emizuvchi bo'lgandan keyin ko'p vaqt oralig'ida homilador bo'ladi. Ularda homilador bo'ladi desam to'g'ri bo'ladimi, lekin bola ko'radi. Homilador bo'ladi demaylik, mayli shuni bolali bo'ladi. O'sha davrda sut emizuvchilarda menimcha shunaqa, ularda mana katta hayvonlar bo'lgani uchun mana shunaqa bo'lar ekan va odamlar ularni kichkina bo'lsa ham oyda bir marta yoki 2 oyda bir marta yoki shunaqa g'amlab qo'yib shunaqa yeydigan bo'lsa ham ularni qirilib ketishiga sababchi bo'lgan odamlarni o'zi. Keyin bunda yana agricultural revolution, cognitive revolution, ya'ni kognitiv degani miyani rivojlanishi revolyutsiyasi, keyin qishloq xo'jaligi revolyutsiyasi, keyin ilm fan revolyutsiyasi, inqilobi, ya'ni revolyutsiya inqilob-ku. Demak, o'sha ilm fan inqilobi va shular haqida va boshqa yana ko'p narsalar haqida gapirilgan va bu kitobni men o'qib chiqishimga ko'p vaqt sarfladim va bir o'qiganda ko'p o'qidim, chunki bu kitob judayam qiziqarli edi men uchun. Shunchaki filosofiya ham bor ichida, o'zini fikrlari ham bor. Endi lekin o'sha ba'zi paytlarda fikrlari judayam bir tarqoq yoki bo'lmasa o'zini fikrini boshqalarga uqtirayotganday bu ham tuyulishi mumkin. Uni va o'shanaqa bo'lgan paytda, chunki bu kitobda o'sha dinni umuman ignor qiladi yoki yo'q deb aytadi va bu juda ham ekstrem deb hisoblayman va bu ba'zi holatlarda bu insonni, bu kitobni yozgan insonni yoki yozuvchini fikrlariga ba'zi holatlarda qo'shilmayman, lekin qo'shilmagan taqdirimda ham bu kitobdan ko'p narsalarni o'rganganim uchun bu kitobga 10 dan 10 bergan bo'lardim va bu kitob 2025-yilda o'qigan eng yaxshi kitobim deb atagan bo'lardim. Ya'ni bunda bu kitobda yana o'sha ko'p narsalarga, masalan aytaylik, banklar yoki bo'lmasa har xil turdagi boshqa bir narsalar yoki tuzilmalar deb ataydigan bo'lsak, o'sha tuzilmalarni hammasini bular odamlarda o'sha shared belief bo'lgani uchun, odamlar mana shu narsalarga ishongani uchun ham ularda mana shunaqa fikrlar bor. Ya'ni bu shunchaki odamlar ishongani uchun shunaqa bo'ladi. Ya'ni shared beliefs, common shared beliefs deb aytadi kitobda. Ya'ni o'sha common shared beliefs, hamma biladigan
o'sha tushunchalar bo'lgani uchun va o'shanga hamma ishongani uchun ham, ko'pchilik ishongani uchun ham mana shu narsalar bo'ladi deb hisoblaydi va shunaqa o'zini fikrlarini ifodalagan va bu kitobni albatta o'qib chiqishingizni maslahat bergan bo'lardim. Undan keyin o'sha yana Munich Book Club bilan yana o'sha To the Lighthouse degan kitobni o'qishga harakat qildim. Bu Virginia Woolf tomonidan. Bu kitobni lekin men to'g'risini aytsam, ingliz tilisi qadimiy ingliz tilida yozilganmi? Shuning uchun men bu kitobni unchalik ham o'qiganimda yaxshi tushuna olmadim. Ingliz tilisi qiyin bo'lgani uchun va unchalik ham menga qiziq bo'lib tuyulmadi o'shaning uchun. Chunki shuning uchun bu kitobni o'qishni to'xtatdim va bu kitob haqida unchalik ham ko'p narsa ayta olmayman. Lekin odamlarning aytishi bo'yicha bu klassik kitob ekan va balki 2026-yilda yoki undan keyingi yillarda bu kitobni o'qib chiqishim mumkin. Va hozir o'qiyotgan kitobim bu The Honor Code. The Honor Code: How moral revolutions happen. Bu kitobda o'sha Honor Code haqida hozir bu kitobni o'qiyapman. Bu kitobda hozir duellar haqida, ya'ni duellar ham qanaqadir jihatdan Honor Code bo'yicha gap boradi, duellarda ham va o'sha duellarda qanaqa bo'lgan va duellar qanaqa qilib yo'qolib ketgan va ana shu haqida gap boradi. Bu qanaqadir jihatdan filosofik kitob deb o'ylayman. Bu hozircha ozgina og'irlik qilyapti. Balki filosofiya haqida, falsafa haqida avval juda ham ko'p kitoblar hali o'qimaganim uchundir balki deb o'ylayapman. Balki bu unaqa ham endi boshlayotganlar uchun balki bu unchalik ham tavsiya qilinmasligi mumkin. Lekin bu kitoblar shu 2025-yilda men o'qigan kitoblar va shuni to'g'risini aytishim mumkinki, kitoblar o'qish albatta dunyoqarashni kengaytiradi va siz dunyoga, ya'ni boshqa odamlarni qanaqa ko'rasiz, o'zingizni qanaqa ko'rasiz va ba'zi narsalarga yoki hodisalarga bo'lgan munosabatingizni albatta o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun kitob o'qishni hammaga tavsiya qilgan bo'lardim va o'zingizni qiziqishlaringizga oid bo'lgan kitoblar o'qish juda ham foydali deb hisoblayman. Va shu bilan bugungi videoyim tugadi. Bugun unchalik ham qo'shib qo'ymadim, lekin o'zi mana 11:53 PM bo'pti. 7 minutdan keyin 30-dekabrim keladi. Hozir kvartiramda 30-dekabr bo'lsa, 30-dekabr, ya'ni 2 kundan keyin o'zi 2026-yil ham kirib keladi. 2026-yilda hammaga omad, muvaffaqiyatlar tilayman. Hamma ko'zlagan maqsadlaringizga erishishingizga tilakdoshman va 2026-yil eng baxtli yillaringizdan biri bo'lishini tilab qolaman. Bu video avval aytganimdek hech kim uchun emas, shunchaki o'zim uchun. Lekin bu videoni Instagramga boshqalar uchun qo'yishim mumkin, avvalgi videolarimdan farqli o'laroq. Lekin shunchaki o'zimni fikrlarimni bu joyda ayta olganimdan va kitoblar haqida gapirayotganimdan xursandman. Va bu videoni yaratish eng asosiysi meni o'zimga yoqyapti va shuning uchun yaratyapman. Hammaga omad!